Assalomu alaykum. Bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar hamda opa-singillar. Azizlar, biz Qorasuv shahar Demokraticheskaya ko'chasi 15-uyga Murodjon ukamizni ziyoratga kelganmiz. Murodjon ukamizni bizga murojaat qilishiga nima turtki bo'ldi? Biz Murodjon ukamizga qanday yordam bera olamiz? Inshaalloh sizlarga suhbat davomida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum Murodjon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. Murodjon aka, sizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga uyingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz. Men Qorasuv shahri Demokratichskiy ko'cha 15-uyda yashovchiman. Ismim Murodjon. 95-yilman. Hozirda 30 ga chiqdim. Bir nafar farzandim bor. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Murodjon aka, bizga murojaat qilishingizga nima turtki bo'ldi? Aka, sizlarga murojaat qilishimdan sabab bundan pashti 1,5 yil bo'lib qolyapti. Toshkentda jinda ichak operatsiyasini o'tkazib keldim. Bu yerda hali oshqozonda ichak 30 sm qirqilgan menda hozir. Shuni yana повторный operatsiya qilib, hozir menda bu yerdan kolostoma deb, abusel deb qo'yilar ekan, shu narsani chiqarilgan. Orqadan kattasi kelmaydi, bu yoqdan ichaklar chiqib turadi. Shuni yana повторный operatsiya qilishlik uchun to'g'risi hozir imkoniyatim yo'qligidan sizlarga yozdim. Mablag'icha yetarlisizlik bo'lgani sababiga sizlarga aloqaga chiqdim. Hozir повторный operatsiya qilsa keyin bu yerdagi ichakni kirgizib, qaytadan operatsiya qilib tikib qo'yishadi ekan. Murodjon aka, shu siz aytgan operatsiyaga qancha miqdorda pulga ehtiyojimiz bor? Bu yoq aka, shu bir $10,000 yaqin ketadi deyishyapti. Operatsiya qayerda qilinadi? Operatsiyani bizda qilishmaydi ekan, O'zbekistonda, Toshkentda qilish mumkin yoki bo'lmasa Rossiyada qilish. Kecha nozikroq operatsiya deyapti, bizdagilar o'sha Toshkentda o'zida qildir yoki o'sha Rossiyada qilinadi deb turib o'zlari maslahat berishdi bu narsani. Murodjon aka, mana sizni juda ko'p yaxshi insonlar ko'rib turibdi. Buni orasida siz do'stlaringiz bordir. Qarindosh urug'laringiz bordir. Yori birodarlaringiz bor. Shularga nima deb murojaat qilib olasiz? Birodarlardan men shuni so'ranib qolamanki, hozir ayni rosa ishlab pul topadigan mahalda Allohim menga bu sinovni berdi. Inshaalloh oilam uchun men harakat qilishdan o'rniga onam, oilam men uchun harakat qilyapti. Bu narsadan to'g'risi umuman chidolmayapman aka. Inshaalloh bu narsalardan qutulgandan keyin oilamni bag'rida ota-onamning duosini olib, chiroyli ishlab yurganga bu narsani hech kimga ravo ko'rmayman to'g'risi aka. Sog' salomat yurib, bu narsani boshiga tushmagan odam anglab yetish qiyin ekan aka. Hozir menga umuman og'ir ish qilish ham mumkin emas. Bir yerda bir tuzuk quruq ishlamayapman ham. Xudo xolasa sizlar birodarlardan so'ranib qolaman, Allohning yo'lida yordam berishingizni. Alloh taolo o'zi sizga shifo komil bersin. Inshaalloh saxovatli xalqimiz sizni holatingizga befarq qarashmaydi degan umiddamiz. Inshaalloh tez kunlarda siz aytgan pullar yig'ilib, operatsiyalar bo'lib, yaxshi kunlarda yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Men Allohning rahmatini istagan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga shu ukamizni ziyorat qilib, qo'ldan kelganicha moddiy yordam berib, bu ukamizni haqqiga duoyi xayrda bo'lib turishingizni iltimos qilaman. Ayni kuchga to'lgan oilasini bir dardiga yaraydigan paytda bu ukamizni boshiga shunaqa katta sinov kelib qopti. Alloh taolo o'zi bu ukamizning mushkullarini oson qilsin. Tez kunlarda bu ukamiz operatsiya bo'lib, yaxshi kunlarda ko'rishlikni, shu ukamiz yaxshi bo'lib ketishligiga Alloh taolo siz bilan bizni sababchi qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.